Yumshoq kuch. Har kim qattiq kuch bilan tanish. Ma'lumki, harbiy va iqtisodiy ta'sir ko'pincha boshqalarni o'z qarori va pozitsiyasini o'zgartirishga qodir bo'ladi. Qattiq kuch majburlash yoki tahdidlarga tayanadi. Ammo ba'zida tahdidlar yoki badalsiz ham o'zingiz xohlagan natijalarga erishishingiz mumkin. Ko'zlagan maqsadga erishishning bilvosita yo'li ba'zan kuchning ikkinchi yuzi deb ham ataladi. Ma'lum bir davlat jahon siyosatida boshqa mamlakatlar tufayli o'zi istagan natijalarga erisha olishi mumkin. Bunday holda boshqa davlatlar uning qadriyatlariga tan beradi. Undan o'rnak olib, farovonlik va ochiqlik darajasiga intiladi hamda unga ergashishni xohlaydi. Shu ma'noda jahon siyosatidagi aktyorlarning kun tartibi va harakatlari nafaqat harbiy kuch yoki iqtisodiy sanksiyalar bilan tahdid qilish orqali, balki istagan maqsadga erishish uchun yumshoq kuchni qo'llash bilan ham belgilanadi. Yumshoq kuch o'zgalarning afzalliklarini ko'rsatib berish qobiliyatiga asoslanadi. Shaxsiy tajribada barchamiz jalb etish va mahv etish kuchi bilan tanishmiz. O'zaro munosabatlar yoki oilada kuch omili yaqin sherik bilan muayyan yerda yashash imkoniyatida emas, balki jozibadorlikning sirli ohangrabosida namoyon bo'ladi. Biznes olamida esa aqlli rahbarlar bilishadiki, yetakchilik shunchaki buyruq berish emas, balki o'rnak ko'rsatish va boshqalarni o'zingiz xohlagan narsani bajarishga jalb etish san'atidir. Katta tashkilotlarni faqat buyruqlar bilan yakka holda boshqarish mushkul. Shuningdek, siz boshqalarni o'z qadriyatlaringizni sotib olishga majbur qilishingiz kerak. Xuddi shu singari jamiyat manfaatlariga asoslangan siyosatning zamonaviy amaliyotlari ularni jamiyat uchun do'stona va jozibador qilib ko'rsatadi. Shuning uchun ham jamiyat ularga umumiy maqsadlarga erishishda yordam berishni xohlaydi. Aksariyat siyosiy yetakchilar yumshoq kuchdan kelib chiqadigan afzalliklarni allaqachon anglab yetishgan. Agar men sizda o'zim xohlagan narsani qilish istagini uyg'ota olsam, buni qilishga undash uchun zo'ravonlikdan foydalanishim shart emas. Avtoritar mamlakatlardagi rahbarlar majburlash va buyruq berishlari mumkin bo'lsa, demokratik mamlakatlardagi siyosatchilar ko'proq rag'batlantirish va jalb qilish tamoyillariga tayanadi. Yumshoq kuch kundalik demokratik siyosatning asosiy qismidir. U madaniyat, siyosiy qadriyatlar va institutlar qonuniy yoki ma'naviy hokimiyatga ega bo'lgan siyosat kabi nomoddiy asoslarga tayanadi. Agar yetakchi boshqalar amal qilmoqchi bo'lgan qadriyatlarni o'zida ifodalay olsa, yetakchilik qilish uchun kamroq resurs sarf qilish imkoniyatini ham qo'lga kiritadi. Yumshoq kuch bu faqat ta'sir qilish degani emas. Zero, ta'sir tahdidlar yoki muayyan to'lovlarning qattiq kuchiga ham tayanishi mumkin. Shuningdek, garchi ishontirish yoki insonlarning bahs-munozaralari bilan harakatga keltirish qobiliyati yumshoq kuchning muhim qismlari hisoblansa-da, u bundan ham ko'proq narsalarga qodir. Yumshoq kuchning jalb qilish qobiliyati ko'pincha tomonlarning rozi bo'lishiga sabab bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, xulq-atvor nuqtai nazaridan yumshoq kuch jozibali kuchdir. Yumshoq kuch manbalarning qanchalik ta'sir darajasiga ega ekanligini so'rovnomalar yoki ta'sirchan guruhlar orqali aniqlash va tahlil qilish mumkin. Ushbu jozibadorlik tamoyilini doimiy ham istalgan siyosiy natijalarni beradimi yoki yo'qmi? Bunga o'qo'llaniladigan vaziyatga qarab baho berilishi kerak. Ko'pincha yumshoq kuch manbalariga tayanish kuchlar nisbatini aniqlab baholash imkonini bermaydi, deya talqin etiladi. Ammo bu holat kuchning barcha mezonlarida namoyon bo'ladi. Masalan, 1940-yilda Angliya va Fransiya Germaniyadan ko'ra ko'proq tanklarga ega edi, ammo harbiy kuch resurslaridagi bu ustunlik jangning natijasini aniq belgilay olmadi. Qattiq va yumshoq kuch o'rtasidagi farqni yanada yaxshiroq tushunishingiz yagona usuli qaysi bir kuch vositasida o'z o'rnida va samarali foydalanishni chuqur o'rganish bilan chambarchas bog'liq. Boshqacha aytganda, siz menga kuch yoki iqtisodiy sanksiyalar bilan tahdid qilib, imkoniyatlarimni cheklash orqali tanlovimni o'zgartirishga majburlashingiz yoki buni buyurishingiz mumkin. Yoki aksincha, munosabatlarimizdagi joziba, sevgi hamda
burch tuyg'usini murojaat qilib, ko'zlangan umumiy qadriyatlar va maqsadlarga erishishning adolatli yo'liga ishontirishingiz ham mumkin. Agar meni hech qanday aniq tahdid yoki almashinuvsiz nomoddiy jalb qilish orqali ko'ndira olgan bo'lsangiz, mana shu yumshoq kuchning ishlash prinsipiga aylanadi. Yumshoq kuch hamkorlikni yaratish uchun boshqa turdagi valyutadan, kuch emas, pul emas, ya'ni umumiy qadriyatlarga jalb qilish va ishontirish usulidan foydalanadi. Adam Smit odamlar erkin bozorda qaror qabul qilishda ko'rinmas qo'l tomonidan boshqarilishini ta'kidlaganidek, g'oyalar bozoridagi qarorlarimizni ko'pincha yumshoq kuch, nomoddiy jalb qilish orqali shakllanadi. Eng muhimi, bu bizni oshkora tahdidlarsiz boshqalarning maqsadlari bilan birga borishga undaydi. Qattiq va yumshoq kuch bir-biriga bog'liq, chunki ular boshqalarning xatti-harakatlariga ta'sir qilish orqali o'z maqsadiga erishish qobiliyatining ikki xil ko'rinishidir. Ularning orasidagi farq xatti-harakatlarning tabiati va resurslarining aniqligi orqali o'lchanadi. Qattiq kuch o'zgalar xatti-harakatlarini majburlash orqali o'zgartirish qobiliyati bo'lsa, yumshoq kuch boshqalar xohishini shakllantirishdir. Bunday yumshoq kuch boshqalarni o'z madaniyati va qadriyatlarining jozibadorligiga yoki siyosiy tamoyillarning adolatliligiga ishontirish orqali manipulyatsiya qilishga asoslanadi. Yumshoq kuch manbalari odatda xatti-harakatlarning yumshoq tabiati bilan ifodalansa, qattiq kuch manbalari buyruqlarga asoslanadi. Ba'zan ayrim mamlakatlar boshqalarni qattiq kuchiga tayangan cheksiz qudrati haqidagi afsonalar bilan o'ziga jalb qilishi va bu orqali o'sha joyda qonuniy baholanadigan turli institutlarni yaratish mumkin. Ba'zan esa kuchli iqtisodiyot nafaqat sanksiyalar yoki to'lovlar manbasiga aylanishi, balki jalb qilish omili sifatida ham xizmat qiladi.